Oh, bola ertalab bo'pti-ku, ungacha odam uxlaydimi, bilin. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ronaldo Inside Minecraft do'stlar. Korotchi, bugungi videomizda sizlarga uyimni obzor. Bilat, shu chiroqni hali ham o'rnatmabman. Mani mer itaradi onasini yemmasin agar men shu chiroqni o'rnatmasam. Ну так, mayli. Давайте ketdik. Просто tak chiroqni. Mana ventilatorni qaranglar qanday aylanyapti. Buni olib borib qasrchaga o'rnatish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Ну так, ну mayli o'rnatamiz. Ну muammo emas mana shu yerga. Oppoy kal, qandaysan? Yaxshi bo'ladi, rahmat. O'zing qad ketdi. Ishing bormi? Qo'lim ko'rmadimi aytaram. Hop. Mana shu yerga chiq. O'rnatamiz. Ну, ketdik. Просто endi mana shu firmalarni hammasi meniki, o'zim fermerman. Shuni orqasidan pul ishlayman. Nu mana hosillarim veb hozircha. Mana tringchani ham o'rnatganman uyimga. O'zi kompyuter olganman, o'zim streamerlik boshlaganman, televizor, printer, Wi-Fi, stol olganman. Mana shu endi kontentlar portlatish kerak-da. O'zi hacker ketibdi, reker ketibdi. Ko'pchilik ketibdi-da. Endi yangilar kerak. Ketmasa yaxshi bo'lardi. Ayniqsa hacker, reker ketmasa zo'r bo'lardi. Mazza qilib videolar tomosha qilardim bile. Televizor, Wi-Fi televizor olgandim. Ну так, chiroqlar o'chirsam bo'ladi. Zo'r narsa ekan-da bu. Pul bo'lsa yaxshi ekan. Men mollarimni sotdim va pul va xaldelnik ham to'la. Mazza qilib yashayapman. Go'sht ham bor, pishirish kerak. Tovuq go'shti va quyon go'shti. Mazza qilib pishirib yeyman. Avval bomsh edim, mana hozir zo'r bo'lib ketyapman. Biznes короче. Hozir obedga ovqat tayyorlaymiz. No, keyin boshqa ishlarni qilamiz. Tezroq qilish kerak. Anchadan beri dangasalik tema, video montaj, preview yasash qiyin bo'ldi do'stlar. Meni ham tushuninglar bile. Qiyin. Sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar. O'tgan darsda bitta o'zimni yuzimni ham ko'rsatganman. Biznes Minecraftda qanday ko'tarilish haqida video qilibman. Yangi kanal ochganman. O'zim 10 mingta 20 minglik kanallarni sotganman. Foydali video darslik qilganman. 20 ta obunaching bor deb bittasi ustimdan kulibdi. O'zing 20 ta obunaching bor, bizga dars o'tyapsan deydi do'stlar. Bu YouTube'da ko'tarilish qiyin. Unday boshida birinchi videodan odam ham 20 mingta bo'lib ketmaydi. Короче, agar siz video qo'yishni boshlasangiz, birinchi haftada unchalik videolaringiz ko'tarilmaydi. Keyingi haftalardan ko'tariladi. Shuni tushuntira olmayapman do'stlar. Agar sizlar ham YouTuber bo'lmoqchi bo'lsanglar, bemalol mana shu videomni ko'ringlar. Foydali darslar, materiallar bor. Keyin dizaynerlikni o'rgataman agar o'sha videomga agar 1000 ta like yig'ilsa. Hozircha mana shu videomni ham portlatinglar, 500 ta like ko'raylik biz ham. Hali bir oydan keyin ko'rasizlar qanday ko'tarilib ketganimni. No, hozircha video qo'yishgan vaqtim bo'lmabdi. Hali 2 haftadan beri 2 ta video qo'ydim. Vashing bu qiyin. Davay endi hozir mana maylar sug'orishga ko'rsataman. Qaranglar, vata. Tezlik ko'ryapsizlar, dehqon bo'lib ketganmiz. 70-75 legendamizda bizlar do'stlar. Qashqirlamizda. O'zi Qashqadaryo, Surxondaryo dehqonchilikka nomer 1. Shuni bilasizlarmi? Короче, biznes do'stlar, halol narsa faqat yetishtiramiz biz. Qaranglar, halol mol boqishim kerak, cho'ponlik qilib, trenirovka qilmay UFC'ga chiqishim kerak. UFC Octagon Liga menga jang ber deyman. Yo demayman, unday o'zi ham beradi. Octagon Liga menga jang ber demasam beradi. Ну так просто man so'rayman, baribir mashhur bo'lib ketaman-da, onasini yemasin. Instagramda million obunachiga erishaman keyin.
Vay. Men shunaqa edi do'stlar. Davay. Tezroq bular bo'lsang edi. Mazza qilib kompyuter o'ynab o'tirardim. Bu nima endi? Jamol menga SMS yozdimi nima balo? Hayronman ey. Jamol debman ey. Jamolmi o'zi kam ismini ham bilmayman. Jetil deb chaqiraman. Hekerdan o'rganganman Jamol deyishdi. U Jamol deyman, asli nomi Qunduvoymi bilmayman, Qunduzom akami bilmayman lekin. Bo'ldi, Qunduzom aka deymiz, Qunduzvoy. Da, Qunduzvoy to'g'ri keladi. U bancha menga pranglar qiladi, hazillashadi. U cho'nimga tekkani baribir do'stlar boshqa kalladan ko'ra juda yaxshi-da, xarakteri ham menga yoqadi. Ko'rchi tezroq yig'ishtirib men GTA 5 o'ynayman. Chingiz streamlar ko'rayman. Da o'ylab ko'raman yoki Artifact'da BDV kanalida yangi videolar, mahluqlar chiqqan, shuni ko'raymi? Qishloq qatnashmagan nimasini ko'ra, qishloq legendada baribir. Hacker video chiqarsa yaxshi bo'lardi. Holderlik tamarlarni qo'yish kerak, achib chirib ketmasligi uchun. Anam nima edi esimda? Davay endi men kompyuter o'ynayman. Mazza qilib kompyuter o'ynayman. Franklin kelayotganmish. Nima bo'lyapti kompyuterga? Fleshkasi ishlamaydi. Kim? Yo, aslo qandaysan? Men senga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Quduqda bir narsa bor. Nima deyapsan sen? Skem bashara. Nima? Kalbosh, nima deyapsan sen? Yor men. Davay ketdik. Xo'p. Qani nima bor ekan? Nima bor? Narvonni ko'ryapman. Nima o'ylaydi? Padaringga voy padaringga la'nat bilat yeban kalbosh bilat chiqsam taraman lekin haromni what the fuck nima bu san nima bu voy bilim voy mana ham senga bo'ldim ketdim. Voy bilasizlarmi qanchaga men sotaman buni? Baby bosh, voy bilim. Korochi deganlarni surdim botdan. Men pullar ko'ryapsizlarmi? Pullarni ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, hamma gapasi million trillion dollar Ferrari, Bugatti, Gelik, Chala, BMW. Voy bilim o'rishlar. Ana Qunduzom akani ko'rmadingmi? Yo'q, Qunduzom aka kim? Yo'q, kalbosh sendan ham so'rayman. Endi menga Qunduzom aka bo'ldi, men xafa emasman undan. O'shanga rahmat. U meni qadrdon do'stim, lekin shu ko'tligi bor, lekin men 10 yildan beri haqiqatan uni do'stman, lekin itaraman baribir quduqda itarib bordi. Mayli, unga ham beraman 1000 so'm nosga pul. Yo sigaretga, u gandon sigaret chekadi-ku. Xo'p, endi mana uni olmoslarga aylantirish kerak baribir. Baloq ko'tarib yurmayman-ku men. Xo'p. What the fuck baby do'stlar, buncha ko'p bu. Vah, bilaman boyman endi. Vapshim hazm qila olmayapman lekin. Bu buncha pul tasavvur qilyapsan. Mana pul. Hamma narsaga erishish uchun pul. Endi mashina olaman, endi firmalik qilmayman, yerlar sotaman. Baribir pul kerak. Endi mazza qilib uxli abidga mazza. Yo'q. Men olmadim. Eshik ekan, qo'rqib ketibman. Kim deb xayriyat eman shitga ekan. Qo'rqib ketaman. Tushimda nimalar ko'rdim, bittasi meni aybdor qilyapti, bilyapti. Men o'zim halol topdim-ku bu pullarni. Halol mehnatim-ku axir. Yo'q,
Bulla milisami bu? Assalomu alaykum aka. Nima gap? Yo'lovchisan. Nima qilyotganding? Qarach, sen do'stingni bittasi itarib og'ziga berib tashlabdi. Nima? Qarach, o'libdi, hazillashdim. Bulla kim? Qarach, yur. Kursdaman. Yur. Davay ketdik. Ortimdan yur bili. Gapni. Milisasiz o'qimang biri. Pashona qo'yman, milisa emasman. Kipam bilan urib o'ldiraman. Bu paqirbosh yana nimani boshlabdi yana menga prank qilyapti. Qarach, tezroq uyga kir. Men saymayman baribir ekspertlar yuboraman. Nimaga qilyapsiz, brat? Yo'qolingda endi. Xo'p, bu qonmi? Nima? Qon? Bulla. Voy bilat, negina? Bulla nima? Voy bilat. Ko'ziga bo'shanganmi nima baloyi? Ko'zi nimaga oqargan? Voy bilat, nima qilib tashlagan? Voy bilat, vahshiy ekan. Yo'q. Do'stim, qarach, san uchun men qasos olaman. Qarach, ko'tini ayiraman. Mana do'stlar, Qunduz amakini ham qarach ko'mdik. Ko'tini ayiraman hali. Bilyapti do'stlar, ko'tini ayiraman. Men bitta do'stimdan ayirganda ko'tini ayiraman. Eng yaqin do'stim edi, pashol. Menga nima o'lsachi, pashol nahi. Kechir do'stlar, pashol nahi. Qarach, menga po'xo'y, o'ladimi, qo'ladimi? Zato men boyman-ku. Nima dedinglar? Qarach, men fermerman, mana bular sotaman endi 100,000 so'mga. 100,000 so'm ham pul-ku, shuncha puling bor deysizlar. Xasisman-da. Pulim qancha bo'lsa ham kam. Men pul sevaman, qarach, xasisman. Och ko'z boy bo'laman endi, hammani azoblayman. Yo firma sotmayman, bankrot bo'lib qolsamchi. Po'xo'y, GTA o'ynayman. Yo, yangi qo'shiq chiqibdi, как раз. Yo'q, men qilmadim. Bilat, shu tunda ham qo'ymaylar ekanda. Qarach, yana kim bo'ldi bu endi? Kim? Padar la'natli. Kim qildi buni? Padaringga la'natli bilan, ko'tla bilan. Kim qildi buni? Hayronman. Bilat, kallangga kimsan yonningni? Voy bilat, bu. Bilat, Qunduz amakisiymisan? Qarach, sen mani hojamni oltinlarini olding, olmoslarini olding. Endi hojam sendan qasos olmoqchi. Men halol topdim-ku, sen yibandi deb o'zi shunday bo'ldi. Bo'lmasa men topmasdim. Seni hojam juda qattiq jazolamoqchi. Seni buyuk hojam butun qishlog'ingga qo'shib shunday azoblar yuboradiki, sen hatto uni tasavvur ham qila olmaysan. Hozir hojangga o'zing qo'shib nima qilaman? O'z boplayman kallangga seni. Hojasi kim? Lubboyga tagunga chaqiraman. Shuningmi, padangga la'nat emas, suka. Tushundingmi? Qayoqdagi bir o'liklama. Qarach, men qishlog'im deysa Ronaldo bo'ladi. Qarach do'stlar, men soat 7 da turib mullaga borib keldim. Prosta o'zimni bitta o'qitdim, tamom do'stlar. Qarach, bilmayman, mullaga o'qisam yaxshimi? Baribir o'zim chora ko'raman. O'sha xo'jasini topib birinchi men o'ldirishim kerak nazarimda. Prosta shunday qilsammikan, hayronman. Mulla ham yordam bera olmaydi-yu, ajinamidi, jimmidi bilmayman-da. Shunga aytayapman do'stlar. Qarach, xo'jasi bilan borib itaraman, qarach do'stlar.
Ko'rish sizlarga ham ulashaman itarganimda. Короче, obuna bo'lib like bosinglar.